Assalomu alaykum. Meni jonajon deganlarim, hammaga xayrli tong, hammaning yaxshidan oldilaringmi? Bugun Shahzoda sizlarga bepulga narsa tarqatadi desa ishonasizlarmi? Albatta tarqataman, chunki 15 mingta bo'lishimga oz vaqtlar qoldi. Inshaalloh 15 ta bo'lgan kunim sizlarga ehsonim bor. Ehson qilaman, Xudo xohlasa. Ko'pchilik xiblaringizni obzor qilib bering debdi. Shunga men bugun xiblarimni sizlarga xabar pumbaxtlarimda obzorini qilishga shaylandim deganlarim. Bizga yangilik xiblarimiz kelgan deganlarim. Готовый kiyaman demoqchi bo'lganlar mana qora menga o'xshagan do'mboq qizlar qora kiysalaring albatta ozg'in ko'rinadi. Bu xibini olayotganda to'g'risi o'zim tiktiraman, o'zimga mos ekan deb olib keldim deganlarim sizlarga ham tavsiya qilaman. Buni metri 35 ming, chunki eng original, eng qimmat xiblarimiz shular deganlarim. Hamma kiysa ham bo'laveradigan mayda gulli xiba xohlovchilarga, oppoq odamga ham, qorachiq odamga ham tushaveradigan mayda gulli xibalarimiz. Bularimizni narxi 30 deb 28 mingdan beryapman. Qaranglar, juda chiroyli. Ham qorasi ham bardovisi bor. Mayda gul modadan qolmaydi deganlar. Mana bunaqa original naturalkalarimiz bor. Siydamda ham, gullikda ham xohlamaydigan insonlarga naturalkalarimizda originali bor. 50 ming so'mdan qilib beryapman. O'zi 65 ming deb 60 ming sotganlarim. Ularga siydamlarimiz bor. Naturalkani original siydami 80 minglik siydamlarimiz 60 mingdan qilib beraman. Menga obuna bo'lib kelganlarga. Bemalol arzon naturalka bilan solishtirib olaverasizlar. Katsivasiga gap bo'lishi mumkin emas deganlarim. Toshli pumbaxtlarimiz 40 mingdan boshlanib 60 minggacha toshli pumbaxtlarimiz bor. Originallarini ham sizlar uchun tushirib beraman deganlarim. Shoshilinglar, hayitga hayitli sizlarga albatta bor. Deganlarim menda skidka ketyapti. 1 millionlik narsa olsalaring 100 ming, 10% pullas chegirmam bor. Sizlar uchun albatta. Menga obuna bo'lib kelgan insonlarga puli yetmasa, ozgina nasiyaga deydiganlarim, ishlaydigan, gapiga javob beradigan, aytgan vaqtida olib keladiganlarga ham chegirma narxida tovarlarimiz bor deganlarim. Men sizlarni kutaman, kelinglar.